hurmatli haydovchi akalar. Endi biz maktabga boryapmiz. Va bundan juda ham xursandmiz. Sizdan bitta iltimosimiz bor. Yo'llarda bizni urib ketmanglar. Hali yo'l qoidalarini bilmaymiz-ku. Shuning uchun adasib, shoshib qolishimiz mumkin. Sizning ham bizdek kichkina bolangiz bor-ku. Sizni ham ularday ehtiyot qiling. Bizni yaxshi ko'rmaysizmi? Ozor berishdan qo'rqmaysizmi? Qo'rqasiz. Agar qo'rqsangiz, maktab bog'chalar yoniga yaqinlashganingizda tezlikni pasaytiring. Yo'llarda bolalarni ehtiyot